Faxriddin aka, Ray-Ban ochkiyimizda muammosi nimada ekan? Ray-Ban ochkiyimizda muammosi platasi bilan batareyaga ekan, batareya ishgan ekan bu ochki. Ha, buni biz cho'tki qilib to'g'rilab qo'ydik Xudo xolisi. Mana yonib ishlayapti bu. Mana shu yashil bo'ladi. Zagruzga bo'lyapti. Qaytdi. Rasmga qo'yaymi sizlarni reyestrlarga jo'nab. Mana rasmni shu holatda ishlayapti bu ochki. Xudo xolisi bo'ldi. Mijozimizga berib bo'ldi. Kesada ham zaratga oldi. Ichkarida hop. Endi ta'mirlashimizga kelsa, ko'rayotganlaring Ray-Ban metachki bo'larami, Game 1 Game 2 farqi yo'q. AirPodslar ham to'g'ramiz. iPhone 14 Pro misol iPhone modelimiz bo'yini Redmi endi bu eskiroq modeli, men zavqatda qolgan, lekin bo'yini ko'ramiz, zapchasi bo'lsa bo'ladi. Samsung modellarini ham soturamiz. Bemalol. Qo'llangancha ishlarni professional tarzda bitirib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.